Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim tong ottirganda 100 marta Subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim tong ottirganda 100 marta Subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan.